Uyg'onish davridamiz. 3-renessans. Bu juda go'zal va xayrli reja. Ammo bitta muammo bor. Qotib uxlayotgan, uyquni sevadigan insonni uyg'otaman desangiz, avvalo uyg'otish anchayin mushkul bo'ladi. Uyg'otgan taqdiringizda ham u sizni yomon ko'rib qoladi. Nimaga? Shirin uyqudan uyg'otganingiz uchun. Shunday ekan, barchamiz o'zimiz uyg'onishga harakat qilaylik yoki bizni uyg'otmoqchi bo'layotgan millat oydinlariga, yetakchilariga, avvalo yurtboshimizga va ma'rifatparvar, ma'naviyati yuksak olimlarimizga ergashaylik. Ularga tosh otmaylik, toki bizni uyg'otganligi uchun yomon ko'rib qolmaylik, nafratlanmaylik va aksincha uyg'otgani uchun tashakkur aytib xizmatlariga chog'lanaylik. Yo'qsa uyqu yarim o'lim deganlar ulamolarimiz. O'liklarga aylanib qolmaylik.